Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, biologiya ixlosmandlari. Sizlar bilan 5-sinf darslik bo'yicha mavzularni bayon ko'rib o'tayotgan edik. Bugungi sizlar bilan tanishadigan mavzuyimiz, demak 10-mavzu, ya'ni yuksak o'simliklar guruhi bo'yicha bo'ladi. Demak, biz boshlaymiz. Xo'p, yuksak o'simliklarga ta'rif beradigan bo'lsak, evolyutsion rivojlanish jarayonida eng yosh bo'lgan hamda vegetativ generativ organlarga ega bo'lgan o'simliklar yuksak o'simliklar guruhi deb ataladi. Yuksak o'simliklar guruhini biz ikkita guruhga ajratsak bo'ladi. Yuksak sporali o'simliklar hamda urug'li o'simliklarga bo'lib o'rganamiz. Dastlab yuksak sporali o'simliklar bo'yicha ma'lumotlar berishni boshlaymiz. Yuksak sporali o'simliklarga demak yo'sinlar, qirqquloqlar, qirqbo'g'imlar hamda plavonlar misol qilib keltirsak bo'ladi. Bu yuksak sporali o'simliklar rivojlanish jarayonida dastlab devon davrida kelib chiqqan. Ulardan tipiy vakil sifati demak yo'sin toifa bo'limiga mansub bo'lgan yo'sinlar bo'yicha ko'rib ketamiz. Yo'sinlarni o'rganadigan fan biologiya fani hisoblanadi va yo'sinlarning yer yuzasida 20 mingga yaqin turi keng tarqalgan bo'ladi. Yo'sinlar namsevar o'simliklar hisoblanadi hamda soyasevar, ya'ni yorug'likni unchalik yoqtirmaydigan o'simliklar. Shuning uchun yo'sinlarni ko'proq zax bosgan devorlarda, hovlini oqlatgan tushadigan joylarda uchratishingiz mumkin bo'ladi. Yo'sinlarimizga ta'rif berishda yuksak o'simliklarning tubani deb ta'rif berishimiz mumkin bo'ladi. Buning sababi yo'sinlar o'zi yuksak o'simlik bo'lgani bilan, lekin ba'zi bir xususiyatlari tubanlikni namoyon qiladi. Xususan, ildizining bo'lmasligi, o'rniga rizoidning shakllanganligi hamda haqiqiy o'tkaz sistemalarining shakllanmaganligi bilan tubanlik belgisi namoyon qilishi mumkin bo'ladi. Yo'sinlarimiz asosan jinsiy va jinsiz bo'g'inni gallanish orqali ko'payadi va bularda sporalar yetiladigan alohida a'zo sporangiy, ya'ni ko'sakcha mavjud bo'lib, ana shu orqali gallanish orqali ko'payishi mumkin bo'ladi asosan. Xo'p, yo'sinlar qisqacha ma'lumot shu. Keyingisi esa bu qirqbo'g'imlar hisoblanadi. Qirqbo'g'imlarni yer yuzasida 30 taga yaqin tur mavjud bo'lib, O'zbekiston hududida 2 ta, ya'ni sershox qirqbo'g'im hamda dala qirqbo'g'imlari mavjud bo'ladi. Qirqbo'g'imlarga bunday nom berishning asosiy sababi ularni poyasi, shoxlari bo'g'imlarga bo'lingan, serqirra bo'lganligi uchun qirqbo'g'im deb nom berishgan. Qirqbo'g'imlarni yo'sinlardan asosiy farqi ildizining bo'lishi, ildiz poyasining bo'lishi jihatdan ulardan keskin farq qilishi mumkin. Bundan tashqari, qirqbo'g'imlarning ko'payish jarayonida jinsiz bo'g'in ustunlik qiladi, yo'sinlarda esa jinsiy bo'g'in ustunlik qiladi. Shu xususiyat jihatdan farq qiladi. Endi qirqbo'g'imlarimizda 2 xil poya mavjud, ya'ni bahorgi hamda yozgi poya mavjud bo'lib, bahorgi poyasi bahor faslida ildiz poyasi kurtaklardan hosil bo'ladi. Ta'rif beradigan bo'lsak, bahorgi novdasi asosan qo'ng'ir rangli, shoxlanmagan va bir dona spora beruvchi boshoqlari mavjud bo'ladi. Asosiy bahorgi novdasining vazifasi, ya'ni generativ novda deb ataladi, ko'payish uchun xizmat qiladi. Endi yoz faslida ildiz poyasidagi kurtaklardan yozgi novda o'sib chiqadi. Nozik, yashil hamda shoxlangan ko'rinishda bo'ladi bu novda va xlorofil pigmenti borligi uchun fotosintez qilib organik moddani to'plash vazifasini bajarib beradi. Shuning uchun ular yozgi novda hisoblanadi. Endi qirqbo'g'imlari sporalar yetiladigan alohida a'zo bor, generativ a'zo, bu spora beruvchi boshoq hisoblanadi. Ana spora beruvchi boshoq orqali ular sporalar yetilib, jinsiz va jinsiy bo'g'inni gallanish orqali ko'payishi mumkin bo'ladi. Hop, qirqbo'g'imlarni maqsadda foydalansak bo'ladi. Qirqbo'g'imlarda asosan tabobatda foydalansak bo'ladi. Qirqbo'g'imlarimizdan siydik haydovchi dori sifatida keng foydalaniladi. Va bundan keyingisi esa qirqquloqlar, ya'ni paparotniklar deb ataladi. Yer yuzasida 10 mingga yaqin turi tarqalgan bo'lib, O'zbekistonda 15 ga yaqin turi mavjud bo'ladi. Qirqquloqlarimizni asosiy belgilaridan bittasi yer yuzasiga bir to'p patsimon qirqilgan barglarning o'sib chiqishi. Shu jihatdan farq qiladi. Ya'ni qirqbo'g'imdan farqi shuki, qirqbo'g'imlarning bargi mayda, rudimentlashgan bo'ladi, qirqquloqlarniki esa yirik bo'ladi. Shu jihatdan farq qilishi mumkin. Keyin qirqquloqlarimizda spora beruvchi boshoq mavjud emas. Uning o'rniga esa soruslar shakllangan bo'ladi. Shu jihatdan farq qiladi. Qirqquloqlarimiz ham xuddi boshqa sporali o'simliklar singari devon davrida paydo bo'lgan bo'lib, dastlabki paydo bo'lgan qirqquloqlarimizni hayotiy shakl daraxtsimon bo'lgan, bo'yi 20-25 metr atrofida bo'lgan. Hozirgi kunda qirqquloqlarning daraxtsimon vakillari faqat tropik va subtropik mamlakatlarda saqlanib qolgan.
Bizni hududda esa 1 yillik, ko'p yillik o't ko'rinishda saqlanib qolgan. O'sha davrda yashagan bo'yi 20-25 metr etgan qirqquloqlarimiz kuchli shamol esishi natijasida yoppasiga qirilgan va anaerob sharoitga tushib qolish natijasida tanasi parchalanib, qisman parchalanib, hozirgi tosh ko'mir konlarini hosil qilgan. Qirqquloqlarimizni nima maqsadda foydalansak bo'ladi? Qirqquloqlarimiz birinchi o'rinda, demak, manzarali o'simlik sifatida foydalansak bo'ladi, hamda tabobatda gijjaga qarshi dori sifatida foydalanish mumkin bo'ladi. Demak, mana shular qirqquloqlar bo'yicha ma'lumotlar bo'ladi. Demak, keyingisi esa biz urug'li o'simliklar bo'yicha ko'rib ketamiz. Urug'li o'simliklarimiz urug'ning joylashuvi ikkita guruhga ajratiladi. Ochiq urug'li o'simliklar va yopiq urug'li o'simliklarga bo'lib o'rganiladi. Ochiq urug'li o'simliklar bo'yicha ma'lumotlar berishni boshlaymiz. Ochiq urug'li o'simliklar demak qarag'ay toifalari deb ataladi va yer yuzasida 700 ga yaqin turi keng tarqalgan bo'ladi. Ochiq urug'li o'simliklar rivojlanish jarayonida dastlab toshko'mir davrida kelib chiqqan. Ochiq urug'li o'simliklarimizning o'ziga xos belgisi urug'lari qubbalarda ochiq holatda yetiladi. Shu jihatdan farq qilishi mumkin bo'ladi. Ochiq urug'li o'simliklarimizda ikki xil qubba mavjud. Ya'ni chayinchilik qubba hamda urug'chilik qubbadan tashkil topgan bo'ladi. Ochiq urug'li o'simliklarning yana bitta o'ziga xosligi, bu o'simliklar shikastlanganda o'zini himoya qilish maqsadida simola ajratadi. Bu simola ma'lum vaqtdan so'ng qotib, undan kahrabo toshi hosil bo'ladi. Kahrabo toshi esa zargarlikda foydalanish mumkin bo'ladi. Bizning hududda eng ko'p tarqalgan va ko'p ekiladigan vakillari ochiq urug'li o'simliklardan archa hamda qarag'ay hisoblanadi. Dastlab archa bo'yicha ma'lumotlarni berib ketamiz. O'zbekiston sharoitida archaning bo'yi o'rtacha 20 metrgacha yetishi mumkin bo'ladi. Tog'larning yuqori qismidagi archalar esa bundan ancha bo'yi past bo'ladi. Yerdan yarim 1 santimetr ko'tarilib o'sadi xolos. Chunki tog'ning yuqori qismida doimiy ravishda shamol esganligi uchun, sovuq bo'lganligi uchun ularning bo'ylari ancha past bo'ladi. Bizning sharoitda 20 metrgacha borishi mumkin. Archamiz juda ham sekin o'sgan o'simlik. Ma'lumot uchun aytib o'tadigan bo'lsam, urug'dan unib katta daraxt bo'lgunigacha o'rtacha 100 yil vaqt ketadi archani. Lekin o'rtacha 1000 yilgacha yashashi mumkin bo'ladi. Archamizning barglari ignasimon yoki tangachasimon ko'rinishda bo'lib, suvni kam bug'latish maqsadida barglari mum bilan qoplangan bo'ladi. Archalarning ahamiyati bo'yicha gaplashib ketadigan bo'lsak, tog'ning yuqori qismida o'sadigan archalarning ahamiyatli tomoni tog'ni o'sha toshli qismini, qumli qismini mustahkamlash, ildizi orqali mustahkamlash, ya'ni eroziyani oldini olish mumkin bo'ladi. Bizda esa ko'proq manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Sharq savri, tuya archasi, virgin archasi ko'proq manzarali o'simlik sifatida ekib o'stirilishi mumkin bo'ladi. Keyingi tanishadigan o'simligimiz bu oddiy qarag'ay. Qarag'ay toifa bo'limiga, qarag'aydoshlar oilasiga mansub bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Bo'yi o'rtacha 30-40 metr atrofida bo'ladi. Bir uyli, yorug'si bor o'simlik, barglari ham katta, 5-7 santimetrgacha bo'lishi mumkin bo'ladi. Qarag'ay archaga nisbatan ancha tez o'sadigan o'simlik, lekin umr ko'rishi kam. Qarag'ay o'rtacha 350-500 yilgacha umr ko'rishi mumkin bo'ladi. Qarag'aylarimizni qubba mevasi archani qubba mevasidan farq qiladi. Qarag'ayning qubba mevasi qattiq yog'ochga o'xshash bo'ladi. Archaning esa yumshoq, ettor, xuddi rezavor mevaga o'xshash bo'ladi. Shu jihatdan bir-biridan farq ketishi mumkin bo'ladi. Oddiy qarag'aydan juda ham ko'p maqsadda foydalaniladi. Tabiatda, inson hayotida, xususan qog'oz olish maqsadida, spirt olish maqsadida, bundan tashqari mana simola ajratganligi uchun tanasida juda ham mustahkam bo'lib, mebellar tayyorlashda foydalaniladi. Ko'proq mana manzarali o'simlik sifatida o'stirilsa bo'ladi. Bundan tashqari bu qarag'aydan tabobatda, ya'ni asabni tinchlantirishda va bot kasalligini oldini olishdan foydalanadi. Ko'proq dam olish joylariga shuning uchun ham qarag'ay o'simligi ekib o'stiriladi. Demak, mana shu ochiq urug'li o'simliklar bo'yicha ma'lumotlar bo'ladi. Keyingisi gulli o'simliklar, ya'ni yopiq urug'li o'simliklar bo'limi bo'yicha bo'ladi. Bu o'simliklar rivojlanish jarayonida Yura davrida kelib chiqqan va hozirgi kunda 533 oila, 13 ming turki va 250 mingdan ortiq turi keng tarqalgan. Gulli o'simliklar hozirgi kunda yer yuzasida juda ham keng tarqalgan o'simliklar bo'lib, buning asosiy sababi ularning urug'lari tugunchaning ichida yopiq holda yetiladi. Bundan tashqari o'sish xususiyatini tez yo'qotmaydi, meva urug'lari tez va oson tarqaladi. Shuning uchun ham gulli o'simliklar hozirgi kunda yer yuzasida hukmronlik qilib kelmoqda.
Yer yuzasida gulli o'simliklar hamma hayot shakllarida mavjud. Daraxt, buta, yarim buta yoki o'tsimon vakillari mavjud bo'ladi. Demak, gulli o'simliklardan birinchi tanishadigan vakil sifatida o'rik daraxti bo'yicha gaplashib o'tamiz. O'riklar o'rtacha 70-100 yilgacha umr ko'radigan daraxtlar qatoriga kiritiladi. Barglari oddiy, tuxumsimon ko'rinishda bo'lib, birinchi o'rikda generativ kurtak bo'rtadi, keyin esa vegetativ. Ya'ni dastlab gullaydi, keyin esa barg chiqarish xususiyatiga ega bo'ladi. Bu o'rikning dastlab kutgan mevasi bizning hududlarda g'o'ra deyiladi. Boshqa viloyatlarda esa dovutcha nomi bilan yuritiladi. Bundan tashqari o'rikning pishgan mevasi ham juda ham foydali xususiyatga ega. Agar undan biz sharbat sifatida foydalanadigan bo'lsak, yurakni quvvatlantirishda, qonni suyultirishda ko'proq foydalaniladi. Bundan tashqari mag'zi, ya'ni danagi tarkibidagi mag'zida ham ko'p iste'mol qiladigan bo'lsak, B vitamini ko'p bo'ladi, aqliy faoliyatni yaxshilaydi. Keyingisi esa terak. Bizda o'sadigan madaniy teraklarning bo'yi o'rtacha 30-45 metrgacha yetishi mumkin. Ko'k teraklar bor 40 metrga yetishi mumkin. Mirza teraklar bor 20-25 metrgacha yetishi mumkin bo'ladi. Teraklarimiz ham asosan xuddi o'rik singari barglari oddiy tuxumsimon ko'rinishda bo'ladi va ularda ham birinchi gullaydi, keyin esa barg chiqarish xususiyatiga ega bo'ladi. Teraklarimizni ko'proq gullagan vaqtda biz may oyida ko'rishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi popuqchaga o'xshagan mevalar uchib yuradi. Ana shu terakning mevasi hisoblanadi. Lekin buni bitta salbiy tarafi shuki, bu popuqchal meva allergiyasi bor odamlarda allergiya kasalligini qo'zg'atishi mumkin bo'ladi. Demak, shundan e'tibor berib qo'yish kerak bo'ladi. Bizning hududlarda terakdan ko'proq yog'ochbop daraxt sifatida foydalanishlari mumkin bo'ladi. Demak, mana shu yuksak o'simliklari bo'yicha qisqacha ma'lumotlar bo'ladi. Fikr, izohlaringiz, savollaringiz bo'lsa, demak, kommentariyada kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.